Akalar, Kia K8 gibrid bo'ladi. O'zbekistonda sanoqli bo'lgan Kia K8 gibridni siz naqdga ham, nasiyaga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Naqdga narxi $52,000. 2025-yil ataga 3600 km masofani bosib o'tgan. O'rtoqlar mashinani ko'rdim. Gibrid, 1.6 turbina motor, Michelin ballonlarda. Kraskalar absolutni top-toza. 3600 km o'zlari haydab qo'yishibdi, o'zlari uchun olib keltirishgan ekan. Qoraga mana jigaring deydimi, qanaqa rang deydi bilmayman. Orange emas, jigaring emas, qanaqadir salon. O'zingizlar nomini topib olasizlar. Pamit sezeniyalar, kojinli salon, abagrev, abduf, rullari shaybada, har xil sport nima, eko boshqa rejimlari bor. 3600 yurgan. Smeshinli 1100 km masofani bosib o'tsa kerak. Gibridlar hammasi shunaqa bo'ladi. Biznes sedan, lyuksuviy K8 qidirib yurganlar bo'lsa, qaranglar. Benzini ham ofitsial salonlarimizda bundan qimmatroq sotiladi. Siz gibridini, chista koreyskiy variantini $52,000 ga naqdga yoki yarmini berib nasiyaga xarid qilishingiz mumkin. Pastda egalarning o'zini raqamini qoldiraman. Bemalol kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kelib ko'rib haydab, mashina baraka qilishingiz mumkin. Mashina egani o'zida bo'ladi. Egani o'zini raqamini qoldiryapman o'rtoqlar. Mashina prям zo'r ekan, haydab ko'rganlar biladi. K8 yangi 2025-yilgi versiyasi, mo'rdasi ham bir xil. Bosinglar, foydalaning. Avtosalondagi narxini kommentariyga yozib qo'yinglar.